Davlat rahbari bitta narsani bilinglar, hurmatli fuqarolar. Ikkita narsani oldimizga maqsad qilib qo'yib bergan. Inson qadri uchun ishlayapmiz faqat. Insonni rozi qilish uchun ishlayapmiz faqat. Konstitutsiyamiz o'zgardi. Konstitutsiyamizda oldin boshqacha tamoyil asosiy edi. Bugun konstitutsiyamizni agar ochib o'qib ko'rsanglar, hammasi inson qadri uchun. O'tdagi moddalar, har bitta yo'nalish bo'yicha berilgan moddalarda ham bitta narsa ustuvor vazifa qilib qo'yilgan. Biza qilayotgan har bitta ishimiz, qaysi sohada ishlashimizdan qat'iy nazar, aholini kayfiyati uchun, aholini roziligi uchun ishlayapmiz. Ko'p yutuqlarga erishdik, avvalambor fikrimizni o'zgartiryapmiz, fikrimizni. Agar insonning dunyoqarashi o'zgarsa, insonning tafakkuri o'zgarsa, albatta jamiyat yaxshi bo'ladi. Albatta jamiyatda ishlash, yashash osonlashadi. Insonning o'ziga bog'liq. Inson o'zini o'zi o'zgartira olsa, dunyoqarashini o'zgartira olsa, oldingi eski sarqitlardan voz kechsa, bugun vatanini, tumanini, mahallasini sevib ishlasa, sevib yashasa, albatta Alloh ham unga barakasini beradi. Avvalambor rahmat, siz bizni shunchalik dardimizni eshitganingizga. Bizlarcha havas qilardik yangi yo'lda bozorlarga birinchi o'rinda mana bozorlarimiz qilinyapti. Mingdan ming rahmat. Hali bundan ham chiroyli bo'lar Chinozimiz. O'zingiz aytgandek, siz bilan biz birlikda ishlashimiz kerak. Raisimiz ham yaxshi qatnashdi. Unga ham rahmat aytamiz. Keyin xalq ham birlashdik. Birlashdik, fuqarolarimiz ham juda yaxshi qatnashdi. Suvlashtirib berdingiz. Bunga rahmat aytaman. Mahallamizda mana yomg'ir, qor bo'ladimi, umuman yurib bo'lmayapti. O'zimizni mahallani unaqasini aytadigan bo'lsam, 400 metrlik joy bizniki. Bor, o'zida. Olingda 5 mashina yoki 6 mashina shag'al ketadi, 5-6 mashina shiben ketadi, men uni qilib beraman. Chinoz tumani hokimi Sherzod Salixov sudchilar mahallasida aholi murojaatlarini o'rganish va hal qilish maqsadida navbatdagi sayyor qabul o'tkazdi. Qabulda Xalq qabulxonasi mudiri Karabayev, xalq deputatlari, Chinoz tumani kengashi deputati Bahramov, tuman hokimining o'rinbosarlari, xalq deputatlari, Chinoz tumani kengashi deputati Arabbayev, tumandagi korxona va tashkilot rahbarlari hamda mahalla yettiligi a'zolari ham ishtirok etishdi. Tuman hokimi Sherzod Salixov fuqarolarni diqqat bilan tinglab, imkon qadar ularning muammolarini hal qilishga harakat qildi. Murojaatlar asosan uy-joy, bandlik, kadastr, tabiiy gaz va suv ta'minoti, murakkab jarrohlik amaliyotlari, sog'liqni tiklash uchun zarur tibbiy yordam, aliment undirish va oilaviy nizolar bilan bog'liq bo'ldi. Murojaatlarning aksariyati joyida hal etildi, qolganlari esa ijobiy hal qilish uchun mutasaddi tashkilot rahbarlariga yo'naltirildi. Ba'zi murojaatlar bo'yicha fuqarolarga huquqiy maslahatlar ham berildi.